aynan sizlarga va dadamga bergan va'dam ustidan chiqdim. Bitta qiz bo'la turib, bitta o'g'ilni emas, 10 ta o'g'ilni o'rni bosaman dadajon degan va'dam ustidan. Va nihoyat men bugun chiqdim. Alhamdulillah, Alloh qodir qilganiga mana shu yilda Ramazon oyida niyat qilgandim. Alloh mana shu yil hisobidan uyimni yopib olay, dadamga mashina sovg'a qilay payg'ambar yoshiga va oilaviy umraga boraylik deb, mana shu umraga borish Alloh menga 20 yoshda nasib qildi. Shu narsam ikkita dadam bilan ayam yubormoqchi edim, lekin Alloh menga 9 ta umrani nasib qildi, maşallah. Qishloqda qizini qo'ldan tappi qilishdan boshqa hech narsa kelmaydi. Jimgina uyingda o'tir degan gap yozgandi-da. Alloh, men uddalayman degandim, uddaladim. Men ham oddiy mana shunaqa uyda yashaydigan va mana shu uydan mana shunaqa uyga aylantirib dadasiga Inomarka sovg'a qilgan va umraga olib boradigan farzand bo'ldim. Xudoga ming qatla shukr. Men aynan qishloqda tug'ilganimdan, aynan Qashqadaryoda, aynan Chiroqchida tug'ilganimdan men faxrlanaman. Agar shunaqa qishloqda tug'ilmaganimda yoki shunaqa uyda tug'ilmaganimda men bunaqa Dilnura bo'lmasdim. Allohga behisob shukr. Allohda har bitta yozgan taqdirida bir hikmat bor. Alloh yozgan taqdirda xatolik yo'q. Beraman desa Allohga oson. Alloh xor qilmasin. Hammamizni ham Allohning nazardan qo'ymasin. Boshimiz bandani oldida emas, har doim sajdani oldida ota-onamizni poyida egilsin.